Quyosh bizdan shunchalik uzoqdaki, agar siz mashinada quyoshga qarab harakat qilsangiz, mashinangiz quyoshga yetish uchun 171 yil harakat qilishiga to'g'ri keladi. Agar siz oddiy yo'lovchi samolyotida soatiga 900 km tezlikda uchsangiz quyosh tomon, sizga yetib borish uchun 19 yil kerak bo'ladi. Insoniyat yaratgan eng tez raketa Yangi Gorizont esa soatiga 58 ming km tezlikda to'xtovsiz uchib Quyoshga 3 oyda yetib borgan bo'lardi. Endi keling, makonni ozgina kattalashtiramiz va bu tasvirga uzoqroqdan qarashni boshlaymiz. Biz yashayotgan Somon yo'li galaktikasida taxminan 400 milliard yulduzlar bor va har bir yulduzning o'rtasidagi masofa o'rtacha 4 yorug'lik yili. Demak, agar siz Yangi Gorizont raketa tezligida harakatlanar ekansiz, bu masofani bosib o'tish uchun sizga 70 ming yil vaqt kerak bo'lgan bo'lardi. Ammo bu bir dona galaktika xolos. Koinotimizda esa 2 trillionga yaqin galaktikalar mavjud. Har birida esa millionlab yulduzlar mavjud. Ularning orasidagi masofa shunchalik kattaki, hatto yorug'lik uchun ham bu masofani bosib o'tish uchun millionlab yillar ketgan bo'lardi. Shunday ekan, yerda turar ekanmiz, Quyosh ko'zimizga ulkan ko'rinsa ham, u aslida cheksiz yulduzlar okeanidagi kichik bir zarracha xolos. Ilm fan haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'ling.